Liverpool klubi Abbosbek Fayzullayevni ko'z ostiga oldi. X tarmog'idagi nufuzli Liverpool klub sahifasi tarqatgan xabarga ko'ra, Angliyaning Liverpool klubi O'zbekiston milliy terma jamoasi va Turkiyaning Başakşehir klubi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayevning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Ingliz Grand Scoutlari o'zbek futbol yulduzini mana shunday yirik musobaqada alohida nazoratga olishgan. Fayzullayev ham Başakşehir klubi ham milliy jamoa safidagi mazmunli va shiddatli o'yinlari bilan Liverpool texnik shtabining diqqatini tortgan. Ayni paytda Abbosbek O'zbekiston terma jamoasi safida jahon chempionatida faol ishtirok etmoqda. U birinchi tur doirasida Kolumbiya terma jamoasi darvozasini ishg'ol qilib, o'zining yuqori darajadagi futbolchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Navbatdagi muhim imkoniyat, agar ingliz klub skautlari Abbosbekni kuzatishda davom etsa, Jahon chempionati 2026 yakunida ushbu qiziqish jiddiy va rasmiy taklifga aylanishi hech gap emas. Eslatib o'tamiz, Fayzullayev va O'zbekiston terma jamoasi navbatdagi juda mas'uliyatli bahsni 23-iyun kuni soat 22:00 da Cristiano Ronaldo yetakchiligidagi Portugaliyaga qarshi o'tkazadi. Bu o'yin nafaqat terma jamoa uchun ochko olish, balki yevropalik skautlar qarshisida futbolchilarning mahoratini yana bir bor ko'rsatib qo'yish uchun ajoyib imkoniyatdir.